Qolaylaştırılgan iman yürüşteki 6. kısım qadar. Allah'ın bütken takdirini biliş ve onunla işiniş. Abduri Şeyh Muhammed El-Cibali. 2. bab takdirge boğan işençinin terkibi kısımları. Umumu düşünce. Yığınçaqlap aytganda takdirge iman keltirish deganlik tövendikilerge qat'iy işinishni ko'rsatadi. 1. Allah subhanahu ve taala mahlukatni yaratishdan ilgari uningga aloqador hamma ishlarni biletdi. 2. Allah subhanahu ve taala mahlukatni yaratishdan ilgari u to'g'risida yuz beradigan barliq ishlarni oldin xotirlab qo'ygan. 3. Alemde yuz bergan har qanday ish faqatla Allah subhanahu ve taala'nın iradesi bilen buludu. 4. Alemdeki cemi nersini Allah subhanahu ve taala yaratgan. Tövende biz bu 4 nokta hakkında tefsili toxtunumuz inşallah. 1. Allah subhanahu ve taala'nın hemmini öz içine algan ilmi. Allah subhanahu ve taala ötmüş ve kelecekteki hemmini toluq bilidi. Allah subhanahu ve taala hatta perez kılındığan işlerini, mesela yüz bermegen bir işinin o yüz berip qalsa qandaq boladiganligini mı bilidi. Allah subhanahu ve taala'nın mahlukatlar hakkındaki mutlak ilmi. Allah subhanahu ve taala bu dünyadaki hemme narsinin yaratquchisidir. Onun mahlukatları, onun mükemmel ve hemmini öz içine aladigan ilminin o çok pakiyetidir. Allah subhanahu ve taala asman zeminlarni, planet yulduzlarni, tağ deryalarni, denizlarni, hayvanat, haşeratlarni, atom yadrolarni intayin inçke ve mükemmel tertip içinde kılıp yarattı. Allah subhanahu ve taala şundaq deydi. Tercümesi Er-Rahman en mehriban Allah'ın yaratışıda hiç noksanını görmeysen. Sure Mulk 3. ayet. Şundaqla Allah subhanahu ve taala bizni en güzel şekilde ega qilib yaratgan. Allah subhanahu ve taala bu ayet şundaq deydi. Tercümesi biz insanni şek şübhisiz en çıraylık şekilde yarattık. Sure Tin 4. ayet. Hayvanat ve haşeretlerde ma'lum derecede ilim var. İnsanlarda texmi köprak ilim var. Şundaqla insanların bazılarına kişilerinin o'ttirchi seviyesinden eşip ketken derecede köp ilim verilgen. Lekin mahlukatki ilimlerinin hemmisini Allah subhanahu ve taala bergen. Ve şundaqla bu ilimlerini Allah subhanahu ve taala'nın ilmiga selishtirganda dengizdeki tamchichilik mi chiqmaydi. Allah subhanahu ve taala şundaq deydi. Tercümesi mahlukatni yaratgan zat bilmemdi. O şeylerinin nazik taraflarını bilgichidir. Hemmeden toluq xabardardır. Sure Mulk 14. ayet. Allah subhanahu ve taala insanni hatta asman zeminni yaratishdan ilgarila mahlukatlarning qandaq ishlarga duchor bo'lganligini, nima ishlarni qiladiganligini to'liq biletdi. Shuning bilan birga Allah subhanahu ve taala'nın barliq mahlukatlarının sifatlari ve qilmishlari Allah subhanahu ve taala'nın oldin bilishiga mos keldi. Allah subhanahu ve taala shundaq deydi. Tercümesi sizlarga bunu bildirishim Allah'ın hammaga qodir ekanligini ve Allah'ın hamma narsani to'liq biladiganligini bilishinglar uchundir. Sure Talaq 12. ayet. Hiç narsa Allah subhanahu ve taala'nın oldin bilishidan maxfiy qolmaydi.
Allah subhanahu ve ta'alanın ilmi çoğun kiçik, aşkar, yoshurun, hamma narsani o'z ichiga oladi. Allah subhanahu ve ta'ala bu vaqt shundoq deydi. Tarjimasi: G'aybning ochqichlari Allohning dargohidadir. Uni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Quruqliqdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Allah biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Allah bilmaydigan birarsi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yoziqliqdir. Sura An'am 59-oyat. Allah subhanahu ve ta'alanın oldin bilishi mahluqotning barliq ahvollarini, jumladan uning umrining uzun qisqaligi, rizqi deganlarni, shundaqla har bir insonning itoati va itoatsizligi, muvaffaqiyati yoki mag'lubiyati, o'y xiyollari va harakatlarini o'z ichiga oladi. Allah subhanahu ve ta'ala kimning jannat kirdiganligini va kimning do'zax kirdiganligini aniq biladi. Allah subhanahu ve ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: U Allah sizlarni zamindan yaratgan chaqdagi vaqtinglardan tortib, ananglarning qo'saqlaridagi bola vaqtinglardan tortib obdan biladi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni pok hisoblamanglar. Allah taqvodor bo'lgan odamni obdan biladi. Sura Najm 32-oyat. G'ayb haqidagi ilm. Allah subhanahu ve ta'ala g'ayb olimidagi, ya'ni insonning iqtidori va sezgisidan hal qilgan ishlarning hammasini biladi. Allah subhanahu ve ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: G'aybning ochiqishlari Allohning dargohidadir. Uni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Sura An'am 59-oyat. Mayli biz sezgi ve iqtidorlarimiz orqali qisman anqira oladigan masalalar bo'lsin, yoki bizning tushunish iqtidorimizdan tamoman olqib ketgan masala bo'lsin, Allah subhanahu ve ta'ala ularni mukammal, tamoman her bir tafsilotiga qadar biladi. Allah subhanahu ve ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: U o'zidan boshqa ibodatga loyiq hech iloh bo'lmagan Allohdir. U g'aybni, oshkorini bilguchidir. U eng shafqatlidir, eng mehribondir. Sura Hashr 22-oyat. Faraziy ilmlar. Biz bir o'yinchoq yoki ma'lum bir uskunaning bir parchasini yasamoqchi bo'lsak, shuningga munosabatlik plan tuzimiz va shu narsaning putib chiqqandan keyin qanday ishlaydiganligini tasavvur qilamiz. Ammo bizning mo'lcharimiz to'la hollarda reallikka uyg'un kelmay qoladi va shu sababli yasagan narsalarimizni o'ngshashga majbur bo'lamiz. Lekin Allah subhanahu va ta'ala bundaq ayib nuqsonlardan pokdir. Allah subhanahu va ta'ala agar mavjud bo'lmagan narsalarni yaratgan bo'lsa, ularning qandoq bo'ladiganligini, nima ish qiladiganligini, qandoq ishlarga duch keladiganligini to'g'ri biladi. Masalan, kafirlar oxiratda o'zlariga bu dunyoga qaytib ikkinchi qitim yashash fursati berilsa, cho'qim yaxshi amal qiladiganligini da'vo qilishadi. Lekin Allah subhanahu va ta'ala ularning yolg'on aytayotganligini, agar ular dunyoga qaytarilgan taqdirdimi, yanada kafir bo'lib, buzg'unchilik qiladiganligini biladi. Allah subhanahu va ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: Undaq emas. Ularning ilgari yoshirgan ishlari ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdimi, man'i qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki, ular iymon aytadiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Sura An'am 28-oyat. Buning yana bir misoli shuki,
Allah subhanahu va taolo kofirlarga haqni anglatgan taqdirda ularning qanday inkos qaydirdiganligi haqida shunday deydi. Tarjimasi: Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yüz o'rgan holda bosh tortadi. Sura Anfal 23-oyat. Ikkinchi, Allah subhanahu va taoloning hammani xotirlab qo'yganligi. Taqdirini tushunishdagi ikkinchi muhim nuqta, Allah subhanahu va taoloning qiyomat kunigacha yuz beradigan ishlarning hammasini Lavhil Mahfuzda xotirlaganligiga qat'iy ishonishdir. Ya'ni Lavhil Mahfuz deganlik saqlangan lavha deganlikdir. Lavhil Mahfuz. Lavhil Mahfuz nurg'un ilmlar xotirlangan osmondagi tizimlikdir. Allah subhanahu va taolo koinotda yuz beradigan ishlarning hammasini shundaqla o'z payg'ambarlariga nozil qilingan kitoblarning hammasini Lavhil Mahfuzga xotirlagan. Lavhil Mahfuz kumushdan, oltindan, zibu zinnatlardan yoki boshqa qimmatli buyumlardan yasalganmi? Bizning bunday savolga javob berishga haqqimiz yo'q. Chunki bu haqda bizga hech qanday sahih dalil yetib kelmagan. Lavh, lahva, taxta degan ma'nolarni bildirdi. Mahfuz bo'lsa saqlangan degan ma'noda. Shu vajidan Lavhil Mahfuz Allah subhanahu va taoloning yanida bexatar saqlangan lavhadir. U Qur'onda xilma-xil ismlar bilan atalgan. Birinchi, Lavhil Mahfuz. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Belki u Lavhil Mahfuzda saqlangan ulug' Qur'ondir. Sura Buruj 21-22 oyatlar. Ikkinchi, kitob. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Bilmamsanki Allah osmon zimindagi shaylarni bilib turdi. Bu haqiqat kitob, ya'ni Lavhil Mahfuzdadir. Bu ya'ni hammani bilish haqiqatan Allohga oson. Sura Haj 70-oyat. Uchinchi, İmamim Mubin, ro'shan daftar. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Ularning dunyoda qilgan yaxshi-yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shayini ro'shan daftarda, ya'ni Lavhil Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz. Sura Yasin 12-oyat. To'rtinchi, Kitabim mastur, yozilgan kitob. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Tur teg'i bilan qasamki, uch qog'ozga yozilgan kitob bilan qasamki. Sura Tur 2-3-oyatlar. 5. Ummul kitob, kitoblarning onasi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Haqiqatan u bizning dargohimizda kitoblarning onasi Lavhil Mahfuzdadir. Yuqori martabalik, hikmatli kitobdir. Sura Zuhruf 4-oyat. Az-zikra. Zikr. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Biz zikr Lavhil Mahfuzda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda ziminga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Sura Anbiya 105-oyat. Qalamning yaratilishi. Allah subhanahu va taolo o'zining ilmi bilan mahluqotining o'lchamlarini, ya'ni ularning ahvollarini, sifatlarini va ularga aloqador cho'ng-kichik barliq ishlarni iroda qilgan. Ondan o'zi iroda qilgan ishlarning hammasini Lavhil Mahfuzga yozgan. Allah subhanahu va taolo bularni Lavhil Mahfuzga qanday yozgan? U bir qalamni yaratgan. Ondan uni o'zining o'ng qo'lida tutib turib, qalamga
hamma narsani yezishni buyurgan. Ubada ibn Sabit radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaq deganligini anglagan. Tarjimasi: haqiqatan Allah subhanahu va taala yaratgan narsalarning tunjisi qalamdir. Ondan Allah subhanahu va taala qalamga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Allah subhanahu va taala taqdirni, ya'ni bo'lib bo'lgan va qiyomatgacha bo'ladigan ishlarning hammasini yozgin degan. İmam Ahmed ve İmam Tirmizi toplagan. Şeyh Albani Mishkat 91-numurda sahih deb baholagan. Muşunun o'xshab ketadigan yana bir hadisni İmam Bayhaqi ve boshqalar İbn Abbas radiyallohu anhumadan rivoyat qilgan bo'lib, u hadisni Şeyh Albani as-Sahiha 133-numur ve As-Sunna 108-numurda sahih deb baholagan. İbn Ömer radiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Allah azza va jalla yaratgan narsalarning tunjisi qalamdir. Allah subhanahu va taala qalamni o'ng qo'lida, uning ikkili qo'li o'ngdir, tutdi. Ondan dunyoni va uningda qilinadigan barliq ishlarni, meyli o yaxşılık yoki yomonlik, hül yoki jonliq yoki quruq jonsiz bo'lsin yozdi. U bularni o'zining dargohidagi zikriga yozdi. Xohlasanglar shu oyatni o'qinglar. Hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq. İnna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Tarjimasi: bu bizning kitobimiz, sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni lavhil mahfuzdan yozdirib turgan edik. Sura Jasiya 29-oyatning bir qismi. Bekitilib bo'lingan ishdan boshqani yozdirg'ili bo'lamdi. Yani hamma ish oldin bekitilib ketgan. İmam Ajuri Shariat degan kitobida rivoyat qilgan. Şeyh Albani as-Sahiha 3136-numurda sahih deb baholagan. Abdullah ibn Amr radiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Allah subhanahu va taala mahluqatlarining hamma taqdirini, osmonlarni va zaminni yaratishdan 50 ming yil burun putib etgan. U chaqda Allah subhanahu va taolaning arshi suvning ustida edi. İmam Muslim ve İmam Tirmizi toplagan. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu hadis Allah subhanahu va taolaning barliq ishlarni lavhil mahfuzga yezishdan ilgarila arshni yaratib bo'lganligini ko'rsatdi. Lekin bu arshning qalamdan ilgari yaratilganligini bildirmaydi. Aksicha biz yuqorida naql qilgan Ubada ibn Samit radiyallohu anhuning hadisida ochiq ko'rsatilganidek, Allah subhanahu va taala tunji bo'lib qalamni yaratgan. Ondan qalam o'zi yaratilishdan ilgariki yuz bergan va kelgusida qiyomatgacha yuz beradigan ishlarni yozgan. Bu hadislarni birlashtirib qaraganda shuni bilib olamizki, Allah subhanahu va taala eng avval qalamni, ondan arshni, suvni, lavhil mahfuzni va boshqa narsalarni yaratgan. Ondan Allah subhanahu va taala qalam orqali lavhil mahfuzga mahluqotlarning taqdirini yozgan. Vallahu a'lam. Allah subhanahu va taala eng yaxshi bilguchidir. Ondan koinotdagi barliq ishlar lavhil mahfuzga putilgan bo'yicha yuz berdi. Allah subhanahu va taala shundaq deydi. Tarjimasi: yer yuzidagi barliq hodisalar ve o'zinglar uchirgan musibatlar
biz ularni yaratishdan burun lavhil mahfuzga yozilgan. Bu shubhisizki Allohga osondir. Sura Hadid 22-oyat. Hammani o'z ichiga olgan kitob lavhil mahfuz va muayyan sahifalar. Biz yuqorida lavhil mahfuzning maxluqotlarning taqdirini o'z ichiga oladiganligini bayon qildik. Lavhil mahfuz maxluqotlarning qiyomatgacha bo'lgan barliq yozmalari, gap so'zlari va ish harakatlarini o'z ichiga olgan nurg'un jildlik g'oyat zo'r kitobga o'xshaydi. Gerçi u faqat birli kitob bo'lsa-mu, lekin u dunyodagi al-misaqdan qiyomatgacha bo'lgan barliq kütüpxonalarning jug'lanmasidir, cho'ngdir. Bu hammani o'z ichiga olgan kitob, ya'ni lavhul mahfuzning ichida yana maxluqotlarning turli ishlariga aloqador nurg'un kichik sahifalar bor bo'lib, bu kichik sahifalardagi mazmunmi lavhul mahfuzdan manbalangan. Biz tövende shularning ichidagi hayotning muayyan taraflariga chetiladigan 3 maxsus sahifani bayon qilamiz. Birinchi, ömür sahifasi. İnsan tug'ilishdan burunla uning taqdiri haqidagi barliq tafsilotlar bu sahifaga yozilgan. İnsan, ya'ni ana qarnidagi to'ralmaga ruh puylanishdan ilgari Allah subhanahu wa ta'ala bir farishtani avatib, lavhil mahfuzdagi shu insonning taqdiriga oid mazmunlarni yana bir sahifaga ko'chirgizdi va bu sahifa farishtalarning yanida turdi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Har biringlar ananglarning qo'rsig'ida 40 gün urug' holatida shakllandi. Ondan yana 40 günde uyul qonga, ondan yana 40 günde bir parcha go'shtga aylanadi. Ondan uningga bir farishta avatiladi. Farishta uningga jon puylaydi. Ondan uning rizqi, ajlining qachon to'shadiganligi, amali, baxtlik yoki baxtsiz bo'ladiganligi qatorliq 4 ishni kutishga buyuriladi. Bir odam davzax ahlining amalini qiladi va uning bilan davzaxning orasi bir gaz qolganda uningga putilgini ustun kelib, u jannat ahlining amalini qiladi-da jannatga kiradi. Bir odam jannat ahlining amalini qiladi va uning bilan jannatning orasi bir gaz qolganda uningga putilgini ustun kelib, u davzax ahlining amalini qiladi-da davzaxga kiradi. İmam Buxoriy va Imom Muslim to'plagan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu hadisda kishining ömür sahifasiga yoziladigan 4 ish bayon qilingan. Halbuki boshqa hadislarda bu sahifaga bendining hayotidagi barliq tafsilotlarning yozilganligi bayon qilingan. Masalan, İbn Umar va Hudayfa ibn Usayd Ansari radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Baliyatquga mas'ul farishta: "Ey Rabbim, bu bola o'g'ilmi yoki qizmi?" deydi. İmam Muslim, İmam Ahmed va boshqalar to'plagan. Bu hadisning boshqa variantlari As-Sunna 177 da 178 numarda to'plangan. Shuning bilan birga bu sahifaga yozilgan ishlar shu petila yuz beradi va hargiz o'zgarmaydi. Yuqorqi hadisning davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'ni shunday degan. Tarjimasi: Ondan bu sahifa qatlanadi va qiyomat kunigacha tutilmaydi. İkinci, yillik ishlar sahifasi. Bu sahifani farishtalar Qadr kechasi ilib tushidi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi:
Biz Qur'onni haqiqatan Qadr kechisida nozil qildik. Qadr kechisining nima ekanligini bilamsan? Qadr kechisi sharaf va fazilatda 1000 oydan ortiqdir. Farishtalar va Jibril shu kechida Robbining amri bilan zaminga Alloh taqdir qilgan barliq ish uchun tushidi. Shu kecha tong yo'rg'anga qadar butunlay tinch amallikdan iboratdir. Sura Qadr. Bu sura Qur'oni Karimning Qadr kechisi Lavhil Mahfuzdan tuvanki osmonga elib tushirilganligini ko'rsatadi. Izohat. Qur'oni Karim avval Qadr kechisida Lavhil Mahfuzdan tuvandagi osmonga tushirilgan. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligi mezgilida uningga bo'lib nazil qilingan. Bu vaqtki texmi cho'nqir tushuncha hosil qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu yurishligimizning 3-qismi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaning samoviy kitoblariga ishonish va Qur'onni bilish kitobimizga murojaat qiling. Izohat tugidi. Alloh subhanahu va taolo yana shunday deydi. Biz Qur'onni haqiqatan muborak kechida, ya'ni Qadr kechisida nozil qildik. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantiruvchi bo'ldik. U kechida har bir hikmatlik, ya'ni hikmatning taqozosi bo'yicha qilingan ish, ya'ni bandalarning rizqi, ajli va boshqa ahvoli ayriladi. Shu kecha taqdir qilingan ishlarning hammasi bizning dargohimizdan bo'lgan ishdir. Biz haqiqatan insonlarga payg'ambarlarni avatkichi bo'ldik. Sura Duxon 3-oyatdan 5-oyatgacha. Shuning uchun har yili Qadr kechisida farishtalar Alloh subhanahu va taolaning shu 1 yillik buyrug'i va hukmini elib tushidi va ularni qo'llaridagi alohida sahifalarga yozadi. 3. Kundalik sahifa. Bu muayyan bir kundagi barliq hodisalarga aloqador hukmlarni o'z ichiga olgan sahifadir. Bu sahifadagi mazmunlarni Lavhil Mahfuzdan o'z beti ko'chirilgan. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohdan madad va rizq tilaydi. Ya'ni hamma Allohga muhtojdir. Alloh har kuni ishlarni bir taraf qilib turdi. Ya'ni Alloh har vaqt vujudga chiqaradigan ishlar bilan bo'lib, ularni yaratib turdi. Ahvollarni yengilab turdi. Mahluqotlarni paydo qilib turdi. Sura Rahman. 3. Alloh subhanahu va taolaning oldin iroda qilishi. Koinotdagi hamma ish Alloh subhanahu va taolaning irodasi bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan ish mutlaq yuz beradi. U iroda qilmagan ish hargiz yuz bermaydi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Alloh biror ishni iroda qilsa, uningga bo'l deydi-da, u shu hamon bo'ladi. Sura Yasin 82-oyat. Shunisi shaksizki, Alloh subhanahu va taolo nimani iroda qilsa, shu ish yoki narsa Alloh subhanahu va taoloning qudrati bilan yuz beradi va paydo bo'ladi. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo iroda qilmagan har qanday ish yoki narsa hargiz yuz bermaydi va paydo bo'lmaydi. Bir ishning vujudga chiqmasligi Alloh subhanahu va taoloda har qanday nuqson borligidan emas, balki Alloh subhanahu va taoloning shu ishning vujudga chiqishini iroda qilmaganligidandir. Tabiat hodisalari mu Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan bo'ladi. Sayyoralarning aylanishi, bulut va yomg'ir, ko'ktat va hayvonlar, inson bedeni, tabiiy ofatlar qatorliqlarning hammasi tamoman Alloh subhanahu va taoloning irodasiga bo'ysunadi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi:
Rabbingning soyini qandoq so'ziganligini ko'rmadingmi? Agar xolasa, uni albatta muqim qiladi. Sura Furqon 45-oyat. Allah subhanahu va taala osmonlardagi va zimindagi barliq narsalarning yigani yaratquchisi va Rabbidir. Shuningdek, Allah subhanahu va taala osmonlardagi va zimindagi barliq harakatchan va turg'unlik, ya'ni harakatsizlikning yigani yaratquchisidir. İctimai hadiselermi Allah subhanahu va taalaning irodasi bilan bo'ladi. İnsanlar arasidagi urush, tinchlik, muhabbat, nafrat, ittifoqlik, tabriqchilik qatorliq ijtimoiy hadislarimi tamamen Allah subhanahu va taalaning irodasiga bo'ysunadi. Masalan, Allah subhanahu va taala shunday deydi. Tarjimasi: agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Allah xohlaganini qiladi. Sura Baqara 253-oyat. Allah subhanahu va taala yana shunday deydi. Tarjimasi: agar Allah xohlasa, albatta sizlarni bir ummat qiladi. Sura Maida 48-oyat. Hidoyat tepish va izib ketishmi Allah subhanahu va taalaning irodasi bilan bo'ladi. Hatta hidoyat tepish va izib ketishmi Allah subhanahu va taalaning irodasi bilan bo'ladi. Allah subhanahu va taala shunday deydi. Tarjimasi: olamlarning Rabbi Allah xohlamagicha sizlar xohlay-olmaysizlar. Sura Takvir 29-oyat. Bu oyat bizning iroda xohishlarimizning Allah subhanahu va taalaning irodasiga bo'ysundiganligini ko'rsatadi. Allah subhanahu va taala yana shunday deydi. Tarjimasi: biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdimi, Allah xohlamagicha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni hukmaydi. Sura An'am 111-oyat. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allah subhanahu va taala yana shunday deydi. Tarjimasi: bizning oyatlarimizni inkor qilganlar zulmat ichidagi gaslardir. Ya'ni haqni qabul qilish maqsadida anglamaydi. Gachilardir. Ya'ni haqni so'zlamaydi. Allah xohlagan odamni ozdirdi, xohlagan odamni to'g'ri yo'lga soladi. Sura An'am 39-oyat. Allah subhanahu va taala yana shunday deydi. Tarjimasi: agar Allah ularning hidoyat tepishini xohlasa, ular shirk keltirmaydi. Sura An'am 107-oyat. Allah subhanahu va taala yana shunday deydi. Tarjimasi: agar Rabbing xohlasa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sura Yunus 99-oyat. Shu vajidan mayli itoat yoki itoatsizlik bo'lsin, insonlarning barliq qilmishlari Allah subhanahu va taolaning irodasiga asosan vujudga chiqadi. Bu Allah subhanahu va taala bizni o'ziga itoat qilishga yoki osiylik qilishga majburlaydi, yoki bizning hech bir tanlash erkinligimiz yo'q deganlik emas. Bu xil xato qiyosni ham Qur'on, sunnat dalillari ham aql va tajriba rad qiladi. Agar bizda hech qanday tanlash erkinlik bo'lmasa, u chaqda shariatdagi buyruq va cheklamalarning Allah subhanahu va taolaning kishilarni islomga da'vat qiladigan payg'ambarlarni avatishining hech qanday ahamiyati qolmaydi. Biz bu haqda 5-bobda texmi tafsili to'xtalamiz inshaalloh. 4. Allah subhanahu va taala barliq narsalarning yaratquchisidir. Barliq narsalarni Allah subhanahu va taala yaratgan. Shundaqla Allah subhanahu va taoladan boshqa
hech bir yaratquchi yo'q. Allah subhanahu ve taala shundoq deydi. Tarjimasi: Allah hamma narsani yaratquchidir. Hamma narsaga homiydir. Ularni xohlagancha tasarruf qiladi. Sura Zumar 62. oyat. Jami koinotni Allah subhanahu ve taala yaratgan. Allah subhanahu ve taala osmonlarni, zaminni ve bularning ichidagi jami narsalarni yaratgan. Allah subhanahu ve taala shundoq deydi. Tarjimasi: Jami hamda sana osmonlarni ve zaminni yaratgan. Zulmetlarni ve nurni paydo qilgan Allah xosdir. Sura An'am 1-oyat. Allah subhanahu ve taala yana shundoq deydi. Tarjimasi: Osmonlarni ve zaminni yaratgan zot ularning o'xshishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mahir yaratquchidir, hammani bilguchidir. Sura Yasin 81-oyat. Allah subhanahu ve taala yana shundoq deydi. Tarjimasi: Allah kechini ve kunduzni, kunni ve oyni yaratdi. Ularning har biri o'ziga xos falakda sayr qiladi. Sura Anbiya 33-oyat. Jami insonlarni Allah subhanahu ve taala yaratgan. Allah subhanahu ve taala yegona yaratquchi ve Rabbdir. Allah subhanahu ve taala hammamizni bir inson, ya'ni Adem alayhissalomdan yaratgan. Allah subhanahu ve taala shundoq deydi. Tarjimasi: Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Adem alayhissalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan ve ulardan, ya'ni Adem bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Rabbinglardan qo'rqinglar. Sura Nisa 1-oyat. İnsanlarning aloyidiliklari ve amellarini Allah subhanahu ve taala yaratgan. Allah subhanahu ve taala bizning badallarimizni yaratib qolmasdan yana iqtidor, qobiliyatlarimizni, aql farosatimizni ve bizga munosabatlik hamma narsani yaratgan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Hamma narsa taqdir bilan bo'ladi. Hatto hamoqatlik yoki aqlliq bo'lishmi shuning ichida. İmam Buxoriy, İmam Muslim ve boshqalar to'plagan. Buningdan sirt Allah subhanahu ve taala yana biz yasagan narsalarning ve bizning barliq yaxshi yomon qilmishlarimizning yaratquchisidir. Allah subhanahu ve taala shundoq deydi. Tarjimasi: Halbuki sizlarni ve qilgan ishlaringlarni Allah yaratgandir. Sura Saffat 97-oyat. Hudayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem shundoq degan. Tarjimasi: Haqiqatan Allah her bir hunarvanning ve u yasagan narsalarning yaratquchisidir. İmam Buxoriy, İmam İbn Abi Asim ve boshqalar to'plagan. Şeyh Albani As-Sahiha 1637 numarda ve As-Sunna 357 numarda sahih deb baholagan. İnsanlarning darajasi ve farqlarini Allah subhanahu ve taala yaratgan. Allah subhanahu ve taala her kuni kishilarning nisbiy darajasi haqida hukm chiqarib ve onu yaratib, ba'zilarining darajasini ko'tarsa, ba'zilarinikini tushirdi. Bu shuningdan derak berdi-ki, Allah subhanahu ve taala barliq insonlarning shu kundagi sifatlarining qandoq bo'ladiganligini belgilaydigan yegona zotdir. Masalan, Allah subhanahu ve taala kimning eng boy, kimning shuningdan azroq boy, kimning nisbatan namrat, kimning eng namrat bo'ladiganligini, kimning eng sog'lom, kimning nisbatan sog'lom, kimning kasalchan bo'ladiganligini, yana kimning eng chiroyli, kimning eng sat bo'ladiganligini,
kimning eng ilimlik, kimning eng nodon bo'ladiganligini belgilaydi va haqadalar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Allohning qo'li liq-miliq to'lgan bo'lib, kech-kunduz sarf qilish uni kemaytib o'tolmaydi. Osmon va zaminni yaratgandan buyon sarf qilgan narsaning miqdorini o'ylanglarki, u Allohning qo'lidagi ne'matlarni kemaytib o'tolmagan. Allohning yana bir qo'lida mizon bor bo'lib, uning bilan ba'zilarning darajasini tushirdi va ba'zilarning darajasini ko'tardi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Shuningdek, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan Alloh uxlamaydi. Shundaqla uningga uxlashmi loyiq emas. U o'lchamni o'zi xohlagancha tushirdi va o'zi xohlagancha o'rlatadi. Uning dargohiga kunduzning amali kech kirishdan burun o'rlaydi. Kechining amali tong etishdan burun o'rlaydi. İmam Muslim va boshqalar to'plagan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh.